Ada, Oh, siz oyimdan qo'rqasizmi? oyingdan? Nega unaqa deyapsan? Chunki har doim nimadir desizlar, xo'p bo'ladi deb qilasiz-ku. Ungami. Qara. O'g'lim, aslida har bir erkak kishi o'z ayolidan qo'rqishi kerak. Ya'ni uni asrab avaylay olmasligidan, yig'latib qo'yishdan, umuman aytganda xor qilib qo'yishdan qo'rqish kerak. Chunki oying biz uchun o'z ota-onasini, aka-uka, opa-singillarini tashlab bizning yonimizga kelyapti. Oyingni biz asrab avaylay olmasak, ertaga Alloh bizdan olib qo'yishi mumkin-ku. O'shaning uchun doimo oyingga mehribon bo'laman. Men ham katta bo'lsam, sizga o'xshab gulini avaylab asrayman-da. Gul ekan. Endi sirda yaxda. Sir. Shoshma, kim u? Kelin bolami?